kuzatuvchilar, men sizlarga bugun o'zim ma'lumotlarimni beraman. Uy qurilishida boshida oldingi videolarda ham aytib ketgan edim. Endi buni haqiqiy ko'rinishda beraman. Uy qurilishda yerni sotib olishda oldin yerni egasi bilan borib gaplashasiz. Undan keyin qo'ni-qo'shnilarni chaqirib, qo'shni-qo'shnilardan rozilik beradimi, yo'qmi, siz qanaqa joydan uy qurasiz, o'shani ko'rsatasiz. O'shandan oldin o'shani proyektchiga kelsangiz, proyektchi sizga ma'lumot beradi. Mana bunaqa ma'lumot beradi. Mana shu ma'lumotga asosan bitta varaqqa chizib beradi buni, nol hisobini. O'shanga asosan borib unga ko'rsatasiz uy egasiga, mana buni beradi. Mana shuni olib borib, mana shu yerdan men uy qurmoqchiman deb ko'rsatasiz. Ana undan keyin ular rozilik qog'oziga qo'l qo'yib beradi. Mana rozilik qog'ozlari ko'ringlar. Mana shunday qilib mana bu yerga pasportning serialarini yozib, familiyatini yozib qo'l qo'yadi bu yerga. Mana bu yerda familiyatlari yoziladi, adreslari ko'rsatiladi. Ana undan keyin ular rozi bo'lgandan keyin uy egasiga pulni berib, yozuv chizuvlaringizni qilib bo'lganingizdan keyin mana bunaqa haqiqiy proyektchini oldiga borib, proyekt chizdirasiz. Unda litsenziyasi bo'lishi kerak. Mana birinchi o'rinda litsenziyasi turadi. Keyin mana bular mana bunaqa narsalarni chizib beradi. Hamma kartalari bilan ko'rsatiladi. Bu ertaga hokimiyatdan ruxsatnoma olishingizga kerak bo'ladi. Mana keyin mana bunaqa chizmalar bilan beradi, ko'rsatiladi. Bularning hammasini tagida mana ko'rsatilgan joyda qo'lga qo'yilib tasdiqlanadi.